Assalomu alaykum hammaga. Bugungi challenge Mobs modidagi temir maxluqni mag'lub etish. Qila olamanmi? Like bosing, obuna bo'ling. Qani ketdik. Qani do'stlar, ketdik. Qocha yo'ldan. Tupurma, o'ldirib qo'yaman. Hey, bratishkin, qani tur, uxlash vaqti emas. Men bilan jang qilishing kerak. Katta yigit, katta polvon. Davay. Ket. Na. Yomon ekan bu. Men qalqon tutmay qo'yay, qalqon bitta sindirib olish mumkin. Menimcha bundan qilsak qilichga bo'sh kerak. Qani qilich oldi. Juda ko'p jonni ketdi. Do'stlar, nega men urganda ko'p jon ketmayotganini aytayman. Men zirhlarimda sehrli kitob bilan afsunlab olganman. Shuning uchun ko'p jon ketmayapti. Yo'q, nezotamiz. Neza ta'sir qilmaykan, o'zimga qaytib kelar ekan. Uxlama, tur. Urishing kerak biz bilan. Ha, polvon yigit, kel. Mana nezadan. Buni ichida o'tib bo'lmagan do'stlar. Bu blok o'xshagan. Lekin yo'lga qattiq. Bu o'tib bo'lmayapti. Endi pegalasak ham qayta bo'ldi. Gaydi. Faqat o'yinda yo'q qo'ymasa kerak. Men. Qani qalqon tutamiz. Qalqon tursin deb oldi do'stlar. Chilaykan, qalqoning. Bo'lmadi. Bu juda ham kuchli ekan. Men. Qiziqliksanmi? Nima qilyapti bu hozir? Ko'rinmayapti. Bir marta ursak bo'ldi do'stlar. Bo'ldi. Bittaladik. Bu ichidan daraja oshirganlar ko'p chiqdi-yu, niqob va kaskalari. Qani kiyib ko'raylikchi. Bu boltasi ham katta ekan. Challenge tugadi. Video yoqqan bo'lsa like bosing, kanalga obuna bo'ling. Va keyingi challenge uchun izoh qoldiring. Ko'rishguncha xayr. Agar sizga ham shu mod kerak bo'lsa, video nomini bosing.